Sizlar bilan Farga Sulton va sizlar bu videoda men ko'rib turibsizlar, mana shu mini orollarda omon qolishga harakat qilaman. Video juda ham qiziqarli bo'ladi degan umiddaman. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Boshladim. Xo'p, atrofda qaranglar, orollar bor. Xo'p, sandiqda ko'ramiz ichida kiyim bor ekan. Oshqovoqlar hozircha kerak emas, lava, fakkel, muz. Xo'p, suv olamiz. Daraxt o'stirishga kerak bo'ladi. Yaxshi, birinchi bo'lib daraxt sindirib o'zimiz kerak narsalar yasab olaylik. Xo'p. Xo'p, birinchi bo'lib tosh ferma qilib olishimiz kerak o'zimizga. Tosh yetadi-yu, qirib olganimiz yaxshi baribir. Xo'p. Mana qayerda qilsak bo'ladi endi bu tosh fermani. Любой joyga qilib yuborsak ham bo'laveradi hozir. Bunday qilib turib lavani qo'yib tursak maytga. Endi to'xtatib. Hozir suv olganimdan keyin tarqab ketadi-da, qabaydilar ham. Shunda lava ham obsidian bo'ladi, o'shaning uchun. Tarqab ketmas ekan. Bir marta tarqab ketgan, ko'rganimda. Mana o'g'ilda olaylik. Yonib ketdi. Daraxtlar ham yonib ketmasa bo'ldi ishqilib. Xo'p. Tizini yasab olish kerak. Suv yo'q ketmasligi uchun. Bunday qilib turib suv qo'yamiz maytga. Bo'ldi ana. Tosh ferma ham tayyor. Yaxshi. Endi tekirga yasaymiz. Mana shu orolni ichini tayini qarashimiz kerak. Avvalroq qarashimiz kerak endi. Maqach yetib kelmasmikan? Sirazi olamiz. Yaxshi. Xo'p, endi qorlar tushib ko'ramiz. Olmos. Bitta nima bor? Inasini ko'rmabman mana uni. Olmos bor ekan, bilib oldik. Qaytib kelaman, temir topsam. Bu nima? Ha, blok oddiy. Temir topishimga qaytib kelaman. Mana temir. Ozgina eski versiyaga chiqarilgan shekilli bu. Hozirgi ko'p versiyani yo'q o'ynaganimga ko'zimga g'alati ko'rinyapti Minecraft ozgina resurslari. Agarot bor ekan, sabzilar olamiz. Orqa tortiqchalik qilmaydi. Ekib qo'yishim shart bas yana. Va bir marta o'ynaymiz xolos, agar xohlasalar ikkinchi qismini chiqaraman. Mening fikrimcha hech kim xohlamaydi, bitta ko'rib olsak bo'ldi. Merda qarqaligini. Agar kommentariyaga yozsalaring yo'qsa deb chiqaraman ikkinchi qismini ham, boshqa orollarga ham borib ko'raman. Xo'p, endi ko'proq tosh ko'lab, boshqa orolga ham boramiz. Oldin ko'rib olaylik qaysi orolga borishimiz mumkinligini. Mana uylar bor ekan.
Jungli and bor ekan. Haqida qo'ziqorinlar. Unchalik kerakli resurslari yo'q bo'lsa kerak. Batta muzli orol. Men hozir Maytga borgim kelyapti. Nashtga boramiz. Toshto'niga daraxt yo'llayman. Yarimta taxta bloklar bilan terib borib kelaman-da. Kelinglar bolalar, Virvani ham videoni yaxshiroq, osonroq qilish uchun bitta elitra bilan ferverk olamiz. Tvorskidan agar qarshimasanglar, hozir o'sha ish bo'ladi-da, bunaqa boramiz. Hozir olaman bo'ladi. To'g'ri, bu ish g'irromli-yu, lekin hozir shuncha vaqt ketkazim kelmadi-da, vallahi uzr. Agar kimgadir yoqmagan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Hoppa. Mana keldik. Hozir endi qo'nib olish kerak. Eson-omon. Birinchi uyga kirib ko'ramiz. Endi bu qanotlar bilan boshqa joylarga ham borish oson. Bemalol borib ko'ramiz, borib ko'rib kelamiz hamma orollarni. Hammasini bo'lmasligi ham mumkin, ko'pini ko'ramiz, shu ikkinchi qismga ham qoldirish kerak orollar. Voy, nasibni burma bu. Yo'qot, tezroq. Ulgurdim. Jodugar ekan. Zele degan yotsi. O zele pellar kerak emas hozircha. Kerak narsalar sopayamiz. Divan bormi bitta? Yo'q ekan shekilli. Xo'p, paqirdek suvni qo'lga olish kerak. Yuribmiz. Pastda qanaqadir uy ko'rdim, mana shu yoqqa ham kirib ko'raman hozir. Ko'rasizlar. Mana Maytga. Qayerda deganim? Qayer edi? Yo'q. Ozgina qoldi. Bitta ham olmos. Skelet yuribdi Maytda. Umuman yo'q unaqa narsa yomonlar. Umuman bu qasrga kirib ko'ramiz. Vasha chiroyli ekan va qaranglar. Bitta. Akalar bular betlariga qaramaslik kerak, basharalariga umuman. Nima bor? Hech narsa yo'q ekan. Bu sandiqlarda-chi? Yo'q. Lopatani olamiz. Agar yozsalaring nomerlaringni, bu mod kartasini tashlab beraman sizlarga ham. O'yin o'raslab bemalol mazza qilib. Uchmayapman dedim, fakirga ushlab turibman aka. Yanasini yemsin. Endi Maytga kirib ko'ramiz. Nether yoki ad. Nether.
Batta nima bo'lishi mumkin? Oppa, skelet har doimgidek. Ha, o'li ketaman. Har doimgidek to'g'ri. Oppa. Yaxshi, ozgina qoldi o'li ketishimga bo'ldi. Orollarda unchalik yaxshi obzor qila olmayapman, ulgurmayapman. Yo-mayo, mana bu tarafda ham bor ekan. Bu nima bu pustinya bu? Sahro qarchi. Savanna. Batta nima bor ekan? Bu har bitta orolda endi ko'z bo'lsa kerak. Xo'p. Batta ham hech narsa yo'q ekan. Bu tarafga o'tib ko'ramiz. Xo'p. Yo-mayo. O'rgimcha chiqyapti. O'ldirib qo'yadi. Yorug'ida ko'rish kerak bo'lib batni borib. Qorong'ida vashshe ko'rib oqtarib bo'lmayapti hech narsa. Bat nimaga yorug'? Batta ham endi ko'zi bor. Batga keldikmi? Baqa mashqa kelmabmiz. Batta hamma bilsa kerak nima borligini. Oddiy jungli. Yo-mayo, o'lib ketdi. Ko'rganlarga rahmat, hammaga xayr.